Alkash ro'za kunda ham ichadimi? O'la ichmay. O'rtoq, Toshkentdan kelib lekin haqiqatdan grillni yeyman, bilasan-ku. Вообще mazza bor. Ana Alkash qara. Balki ichmagandir. Ko'ramiz, ketdik. Ya o'rtoq, sen borib o'zi yana ko'r. Men ichgan odamni ushlashga hazar qilaman. Birodar, nima bo'ldi? Aka, mazam qochib qoldi. Qorningizni ochma. Yuring. Do'stim, shoshmasdan xotirjam yeyavering. Uyga ham sabr qildirib qo'ydim. Rahmat aka. Aka rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Meni uyga olib ketasiz. Rahmat kattakon. Katta salom aytasiz. Xizmat bo'lsin, kelaysiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Alloh panohda bo'lsin. Menga qara, o'rtoq. Bitgan yordam beraversan, tavba qildim. Yomon gumonda bo'lmagan do'stim. Ro'za tutish mumkin emas ekan. Shunga mazasi qochib qolibdi. Yaxshi gumonda bo'laylik do'stim.